Uyqum yaxshi emas, yaxshi uxlayolmayman. Nurg'un mahsulotni iste'mol qilib ketdim, hatto majbur charchab vaqtim uxlayolmadim doktor. Bu qanday alomati degan qarindoshlar filmga diqqat qiling. Avval o'zingizni tuvandagi bir necha xil odat bormi, yo'qmi, mani dansab beqing, o'zingizni tekshirib beqing. Undan keyin bu kasalingizga davo izlang. Yana birinchidan qahva ichgan qarindoshlar. Bular bilan shu mashina haydayotgan hech qanday o'tirib xizmat besimi ig'ir qarindoshlar qahva ichib besimni yengiltibmiz. Ammo bu uyquni qochirib, ruhlantiryapti. Hamda bu ruhlantirgan narsani ichib olib, opirib uxlayolmadim desa qamlashmaydi. Shunga qahva ichgan odatingiz bo'lsin, mani tashlang. Ikkinchidan, energiyalik ichimliklar. Bu kola, bu buqa, u 6 soat, u bir narsa deganda energiyalik ichimliklar. Bu iliq shofir akallarimizga, qarindoshlarimizga uxlab qolmasin deb yasagan narsani opirib, siz ichib olib, endi men uxlayolmadim deb qo'rqsangiz yana qamlashmaydi. Shunga menda energiyalik ichimlikni besib ichitganlar ma'naga diqqat qiling. Bo'lsa ichmanglar. Bu diabetni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, navatchay. Bularmi zapa navatchay. Zapani ko'p iste'mol qilgan qarindoshlar. Mani ichishga bo'lmaydi. Bu aloy quruqsiq narsa. Quruqsiq narsa bu mingizga ta'sir qilib, mingga quruqlik yetkazib qo'yadi. Menga degan namlikni yoqtirgan narsa menga quruqlik yetib qolsa, ochchingiz yomon tushsulab qolsiz, uxlayolmaysiz. To'rtinchidan, bularmi g'o'jdagi qarindoshlar atgan choy. Mush atgan choy ichgan odatni agar uyqungiz yaxshi bo'lmasa, sizda mush odat bormi diqqat qilib beqing. Atgan choymi qahvaga o'xshash bizni ruhlantiryapti, uyquni qochiradi. Mushunga diqqat qiling. Undan keyin oxirida mushu kebab turidagi, qiymaliq tomoq turidagi bak amroq qarindoshlar bularmi kashlik tomoqqa xos mush turdagi narsalarni yetgan, qo'rma tomoq yeyotgan qarindoshlarga diqqat qiling. Undan keyin yetishning oldida yarim piyola qatiq ichyapmiz. Bir 5-6 tal mushu ushoq yerlikchilarni urug' bilan birga yeyapmiz. Va yoki bir changal atrofda yerlik gazir bo'lsa, gazini chiqib o'tib, uxlashdan 1-2 soat burun yetib sinab beqing. Endi yuqorgi ahvolda cho'qim sizni uxlataydi degan gap emas. Oldida davatgan shu ahvolni tashlab, keyin davatgan bir necha xil yemekni yeb bersak, balkim uyqu sifatingizni yaxshilashi mumkin.